Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari. Anchadan beri video qo'ymadik, ishlarimiz ko'payib, qo'l tegmay, xudo xolasa mana sekin-sekin obyektlarimizni o'rnatib, etap-etap, xudo xolasa videolarni qo'yib, joylab o'tib ketamiz. Yana bitta xonadon egalarini ishini o'rnatib berdik, chiroyli tarzda, yana har doimgidek o'sha gray rangda, seri rangda. Razlisalarni ham ko'rasizlar, bo'yini ham juda chiroyli holatda dapatoloy bo'lib tushgan. Xo'p, bunimiz razmeriga keladigan bo'lsak, to'liq razmeri xo'p 3.60 joyga tushdi. Xolodilnik ichida, xolodilnikni girof shaklida o'rab chiroyli tarzda qilib bering dedi. Yonlarini bachagina qilib chiroyli tarzda qo'yib, yoniga doimgidek etap xolodilnikdan olib, yuvib, netib, to'g'rashtirib, undan keyin рабочий zonasiga gazovechkasi, mikrofonlar, duxovkalariga ham joyini qo'yib, chiroyli tarzda qilib berdik. Xo'p, balandligi 2.30 joyga tushdi. Xudo xolasa bu ishimiz chiroyli tarzda bo'lib, bilasizlar, moyka smesитель, sushilka va oshib poddoni bo'ladi. Yana 100% vakuumdovchi bo'ladi. Bizda doimgidek istalishlar qalin 3.8 cm da bo'ladi. Bu tarafiga keladigan bo'lsak, gaz balon qo'ymaydigan, tashqaridagi gaziga splashdan tarzda polka qilib berganmiz boshdan oyoq. Lekin bu narsani kiradigan, chiqadigan qilib qo'yganmiz. Polkasini sho'rpini bo'shasib chiqdi o'zi bo'ldi. Yana katta narsa taxta uxlov bu narsalarni qo'yib bemalol. Yana bir aytib o'tdim. Bizda doimgidek 1.8 akril 100% korpusi ham yevrokeramika hamma yo'q. Juda chiroyli holatda, shinam holatda, ixcham. Uyi ham o'zi juda shinam, ixcham ekan. Juda chiroyli tarzda dapatologiyador bo'lib, juda ko'zga ko'rinarli bo'lib, xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatib berdik. Mehnatimizga bitta like bosib, chiroyli kommentariyalar bildirib, iloyim bizga ham nasib qilsin deb yozib, obuna bo'lib o'tib ketasizlar. Like bosib, podeshka qilib, chiroyli tilaylarni bildirib o'tib ketasizlar. Gazichkasi o'zimizdan bo'ldi. Qo'yib bering dedi. Xo'p deb 2 million so'mga sensor va oynasi ham do'nteshniki, xudo xolasa zo'ridan olib qo'yib berdik. Xo'p, buni 1 metr tepa pastida 2 million 500 ming so'mdan gazichkasiga ham отдельно 2 million so'm pul hisoblanadi. Kimga ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bitta baliqda like, pastda nomerlarni qoldiramiz. Podeshka qilib, xudo xolasa kimga yoqqan bo'lsa bemalol telefon qila olasizlar. Vodiy xizmat ko'rsatamiz, xudo xolasa.